Aka, nima qilyapsiz? Rasm-ku bu. Aka, bu rasmmi? Ha, bu rasm bu. Siz ustumi? Ha, usto. Buni ham cho'g'itib qo'ymaysizmi? Bu hovlimizni tugatdik-da, endi ertadan ishga kelsang bo'ladi-da. Aka, hovlidan ham ishlarimi sizlarda? Xo'p, mayli, farqi yo'q. Bo'lmasa, instrumentlarni yig'ishtiraver, men tashqarida ishlayman. Ha, usto yig'ishtiryapsanmi? Ha. Oting nimasi yana? Jonzodbek. Ha, Jonzodbek. Qancha bo'lishi kelganingga? Qancha belli? Qancha bo'ldi? Ancha belli. Qancha bo'ldi? Yetalab berdim. Ha. To'g'ri, faqat rasmni o'zini chizasizlarmi, boshqa ishlar ham qilasizlarmi? Biz travertin qilamiz, suvga chidamli. Misol, loy-poy tegsa, chang tegsa, bemalol karchi bilan yuvsa bo'ladi. 10 yildan 15 yilgacha garantiya beramiz. Ishimizga har xilcha naqshlari bor, buni fasonlari bor, buni 100 mingdan 150 ming so'mgacha, 100 mingdan 150 ming so'mgacha fasoniga qarab qilib beramiz. Ustaqi material hamma narsasi ichida 12 ta viloyat bo'yicha ishlaymiz. Shogird narsalarni ketdik. Men qo'yib ketdi-ku. Yerim qo'yib beramiz, to'g'ri xursand bo'ladi.